Ya kara yokan bir şey yaptı gün. Ya ne koyup zor musun? Zor musun? Evet hemen koy olsun. Hemen koy. Ya ne koyuyorsun? Koyun bu. Hörkülledim ben. Koy bana bir stop koy. Ya yokan bir şey yaptı. Marketing tomonidan ruxsat berildi pechatlash. Hop, nima uchun? Nima sabab? Uni bilmadi, borib chiqib bilib olasan aka. Hop akam men nimani yoqam. O'zingdan bir narsa yasayapmi? Temir do'stim. O'zingdan bir narsa yasayapmi? Temir iltimos. Debsanmi? Temir. Yo, to'g'ri Temir iltimos yapma. Iltimosni endi qilma. Ya kimina? Kulib gapir. Qo'y. Aka iltimos qo'y. Bo'ldi qo'y. Olib kel kamera. Temir lekin borki. Och. Ochilmaydi. Ochiladi. Ochilmaydi. Ochiladi. Nima uchun? Nima sabab? Och. Marketing keladi, marketing ruxsat olish kerak. Ben qo'ying. Chaqiring, Chaqiring nari. mana chaqiring. Chaqiring, davay, nari chaqiring. Kelin. Chaqiring nari. Telefon keldi. Temir yaxshilikka bo'ladi do'stim. Bular mana shunaqa na prinsipi bilan do'konni ochtirmayapti. Mana bular jahon xullasi. Bular xuddiki mana arendamni to'lab qo'yganda, xohlagan payti kelib turib do'konni pechatlaydi. Bularga ruxsat berilgan. Prezident qaroriga 100% qarshi ketadi bular. Siyosatga qarshi. U nima deydigan bo'lsanglar, menga 4 ta chexol qo'yilganiga na prinsipga ketadi.